yuqori minbarga joylashib olganlaricha Qur'on haqidagi bilimlarimizdan ozgina savol javob qilib olamiz. Qur'onda bilamiz 30 bo'lim, 30 ta pora. Suralar soni nechta? 114 ta. Eng kichik sura qaysi? Kavsar. Eng uzun sura Baqara, to'g'ri. Qur'ondagi eng uzun oyat qaysi? 282. Mashalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan birinchi sura. Bu taraf ustilar. Alaq surasi. Qur'onda eng e'zozlangan suralarning onasi deb nomlangan sura qaysi? Fotiha. Qur'onning yarmiga teng sura qaysi? Qur'onning